Nega erkak kishi ba'zan yaqinlikdan so'ng jim bo'lib qoladi va hech qanday reaksiya bildirmaydi? Bu savol har qanday ayolni bir marta bo'lsa ham o'ylantirgan. Ya'ni hammasi yaxshi edi-ku, nega u birdan sovuq bo'lib qoldi degan so'roq. Bunday paytda unga qiziq emasman, ishi bitdi yoki meni sevmaydi deb o'ylash oson, lekin aslida bu umuman boshqa masala. Yaqinlikdan so'ng erkak kishining organizmi va miyasi boshqa holatga sozlanadi. Xavotirlar pasayadi, hissiyot tinchlanadi, asab esa kuchli qo'zg'alish holatidan chiqadi. Shu sabab u xayoli parishon bo'lishi yoki shunchaki biroz yolg'iz qolishni istashi mumkin. Lekin bu ayol kishi tomonidan devor va masofa deb tushuniladi. Ammo bu asab tizimining odatiy reaksiyasi xolos. Muammo shundaki, ko'pchilik ayollar bu sovuqlashish yoki xiyonat alomati deb qabul qiladi. Unga men bilan bo'lish qiziq emas yoki men ortiq unga kerak emasman va hokazo. Lekin aslida erkak o'zini sizning yoningizda juda yoqimli va juda yengil his qilayotgan bo'ladi. Shunchaki uning emotsiyasi ayol kishinikidan farqli xolos. Ayol kishiga esa tezda muhokama qilish, emotsiyalarni bo'lishish yoqadi. Erkak kishiga esa bir necha daqiqa jimlik va siz bilan yonma-yon xayol surish yoqadi. Shuning uchun uning jimligi sizga e'tiborsizligidan emas, siz bilan halovat topganidan darak beradi.